Assalomu alaykum hammaga. Bugungi suhbatimizda buyrakda hosil bo'ladigan toshlar haqida gaplashamiz. Xo'p, toshlar qatdan hosil bo'ladi, qanaqa qilib hosil bo'ladi? O'zi umuman buyrakning vazifasi nima, qanaqa joylashgan, qanaqa qilib lecheniya qilsa bo'ladi, qanaqa giyohlar yoki dorilar ichsa bo'ladi yoki tabiiy oziq moddalar orqali ham toshlardan xalos bo'lishimiz mumkinmi yo'qmi, shu haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda o'sha buyrakka joylashuvi, uni vazifalari haqida qisqacha tanishib olamiz. Bugungi videomiz juda ham qisqa bo'ladi degan umiddamiz. Va har doimgidek pastda opisaniyamizda barcha retseptlar va foydali ma'lumotlarni yozuvda berib o'tamiz. Kim bunga amal qilsa, xudo xohlasa manfaatli bo'ladi. Faqat foydalanishdan oldin, demak, mutaxassis bilan albatta maslahatlashib, ana undan keyin iste'mol qilishni tavsiya beramiz. Assalomu alaykum. Buyrak loyasmon shaklga ega bo'lib, 11-12 sm uzunlikda, 5-6 sm kenglikda va 3-4 sm qalinlikda bo'ladi. U o'ng buyrak chap buyrakka qaraganda sal maydaroq va sal pastroqda joylashgan bo'ladi. Buyrakning umumiy massasi 120-200 gram atrofida bo'ladi. Buyrakning vazifasiga keladigan bo'lsak, qonni filtrlab berish, suv elektrolitini balansini ushlab berish, tanadagi ishqoriy va kislotali muhit, ya'ni pH ni normada saqlab berish. Undan tashqari qon bosimini normada saqlab beradi. Qon hosil bo'lishida asosiy vazifani bajaradi. D vitaminini ishlab chiqarish muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari yana qo'shimcha qilishimiz mumkin. Buyrak faoliyatini ikkita asosiy vazifa bo'lishi mumkin, birlamchi va ikkilamchi. Birlamchisida demak filtratsiya bo'ladi, organizmda suyuqlik, ikkinchisida reabsorpsiya bo'ladi, ya'ni so'rilish. Xo'p, umumiy holatda demak tanadagi kerakli bo'lgan barcha tuzlarni yoki fermentlarni demak buyrak filtratsiya qilib oladi va keraksiz zaharli toksin qismini organizmdan chiqarib yuborish bilan demak vazifasini tugatadi. Bundan tashqari bizning buyragimizni kuniga 50-60 litr suv o'zida aylantirib 1-2 litrni tashqariga chiqarib yuborar ekan. Xo'p, endi tosh qatdan paydo bo'lishi haqida qisqacha gaplashsak va uni hosil bo'lishini oldini olishni gaplashsak, nima deysiz? Xo'p, birinchi navbatda oldini olish uchun biz tabiiy yo'llardan, ya'ni suv juda ko'p miqdorda ichishimiz kerak. Kamida 2,5 litr atrofida ko'p harakat qilishimiz kerak. Bundan tashqari genetik bo'lish ehtimoli ham bor, genetik bo'lish ehtimoli ham bor, ya'ni onadan demak bolaga o'tish ehtimoli bor. Keyin yana gormonal o'zgarishlardan ham yuzaga kelish ehtimoli bor. Xo'p, yana nima qo'shimchalar qila olamiz? Qo'shimcha metabolik sindromni buzilishi, ya'ni haddan ziyod semizlikning hisobiga odam organizmida oksalat kislotalarining, oksalat tuzlarining oshib ketishi, ya'ni bu qanday holatlarda bo'ladi? Ko'p choy ichish, ko'p kivi yoki bodom, soya, loviya kabi mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish natijasida bo'ladi. Undan tashqari odam organizmidagi kalsiyni kalsiy muvozanatdan buzilsa, ya'ni odam organizmida kalsiy kamayib ketadigan bo'lsa, buyrakda kalsiy ko'payib ketadi. Kalsiy ko'payishi natijasida buyrakdagi kalsiy ko'payishi natijasida toshlar hosil bo'ladi. Agar odam organizmida kalsiy normada bo'ladigan bo'lsa, buyrakda kalsiy kamayadi va tosh hosil bo'lishi kamayadi. Tosh yo'q degani. O'zi o'sha kalsiylarga bitta qisqacha to'xtalsak, mana shu kalsiylarda odamlar, ya'ni shifokorlar ham aytishadi, kalsiy o'zida cho'kma hosil qiladi. Oshqozonga cho'kma hosil qiladi. Uni yuvish uchun yana qo'shimcha vositalardan foydalanish kerak deyshadi. Lekin bu juda ahamiyatsiz qismi, ya'ni ahamiyati bor, lekin juda past darajada. Nimagaki baribir kalsiyning miqdori organizm uchun juda ham muhim. Ana tabiiy tvoriklar yoki tuxum oqlari yoki tuxumni po'chog'ini ham talqon qilib yeyishni tavsiya berishadi ko'pchilik. Bu hozirgi kundagi kalsiylarga solishtirilganda baribir bitta meditsinani, ya'ni kalsiyni yutib chiqaradi, chunki haqiqatda dozasi ham baland, ham ekstrakt usuli ham juda ham kuchli. Va biz ko'proq kalsiy dozasini iste'mol qilamiz bitta tabletkada. Hozir 10 ta tuxumni oqidan yoki po'chog'iga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, shu uchun doimiy ravishda kalsiy lechib, ya'ni kalsiy D3lar bor, o'shalardan iste'mol qilib yurishni tavsiya qilamiz. Ham biologik toza bo'ladi. U ko'pchilik ishonmaydi. Mana Amerikaning kalsiysi kuchli, Rossiyaning kuchli, Xitoy kuchli, O'zbekistonning kuchli, qaysi kuchliligini ahamiyati yo'q. Ishonchli kompaniyani kalsiylarni olib ichishni tavsiya qilamiz. Bundan tashqari o'sha kalsiy organizmni, misol uchun suyaklarni mustahkamlaydi, mugus qatlamimizni baquvvat qiladi, bo'yimiz o'sishini ta'minlaydi. Xo'p, mayli, hozir mavzumiz kalsiy haqida emas. Demak, kalsiy tosh bo'lishini bir vositachisi hisoblanadi. Ba'zi holatda dori-darmonlardan, masalan, ba'zi turdagi antibiotiklarni ko'p iste'mol qilishimiz yoki diuretik dori-darmonlarni iste'mol qilishimiz natijasida ham organizmda toshlar paydo bo'ladi. Va ko'pchilikda kuzatiladigan holat, peshobni uzoq vaqt ushlab turadi. Kichik hojatga chiqsa keldi, lekin ushlab turaveradi. Bunday holatda ham toshlar paydo bo'lish ehtimoliyati juda oshadi. Xo'p, endi o'sha tosh, organizmda tosh bo'lganda qanaqa darajada og'riq bo'lishi haqida bir qisqacha aytib bersam, o'zim balki kami bo'lsa qo'shimcha qilasiz. Xo'p, birinchi navbatda ichkaridan organizmning ichki qismidan nimadir juda qattiq ushlab olganday bo'ladi. Kutilmaganda bo'ladi. Odatda ko'p holatlarda biz eshitishimiz bo'yicha o'sha tunda bu holat amalga oshadi va odam o'zini qayerga qo'yishini ham bilmaydi. Даже yiqilib tushishgacha borishi mumkin.
Bundan tashqari organizmda tuz, ya'ni toshlar mavjud bo'lganda, orqa bel sohada og'riqlar bo'ladi, ko'ngil aynishi, даже qusishgacha ham olib borishi mumkin. Va siydikda, demak, rangida juda ham katta o'zgarish bo'ladi. Ko'rganmisiz shunaqa holatda? Qanaqa bo'ladi? Quyuq, loyqasimon yoki juda to'q sariq rangda bo'ladi. Juda yaxshi. Mana shunaqa ranglarda bo'ladi. Xo'p. Yana qanaqa simptomlarni qo'shimcha qila olamiz? Bo'lak-bo'lak juda ko'p kichik hojatga boradi. Kam-kamdan juda ko'p chiqish holati yoki tez-tez qatnab qolish holatlari bo'ladi. Keyin mana shu toshlarning ko'rinishini ham o'zi mutaxassislar 5 xil formaga bo'lgan ekan. Eng og'ir formasi demak uchli qirrali tosh hosil bo'lishi, ya'ni nukleidlardan deb nima qilishdi? Tashkil topgan deb aytishadi. Va u tiqilish hosil qiladi. Tiqilishdan oldin demak buyrakka o'sha naychasini millimetrdan aytib o'tsak, buyrak naylari 4 mm bo'ladi. Diametri demak 4 mm bo'ladi. Toshimizga agar o'ziga borganlar bor bo'lsa, ichimizda 6 mm, 10 mm, 20 mm deydi. Uni qanaqa qilib 4 mm li naydan chiqarib yuborishimiz mumkin degan vaproslarni o'rtaga tashlashimiz mumkin. Demak, organizmda tosh hosil bo'lganda unga birinchi navbatda demak doktorga murojaat qilsangiz, og'riq qoldiruvchilar siz uchun juda ham muhim bo'ladi. Og'riq qoldiruvchi berishadi va lazer usuli bilan hozirgi kunda juda ham keng avj oldi. Lazerli demak nur jo'natilib toshlar parchalanyapti va siydik yo'l chiqarish usuli bilan chiqarib yuborilyapti. Chiqquncha ozgina achishtiryapti deyishyapti. Va bundan tashqari agar buyrakda tosh siljisa, insonda qon siyish darajasiga ham yetib boradi. Bu ham demak buyrak toshlaridan bir alomat bo'ladi. Xo'p, endi buyrakdan tosh ajralgandan keyin siydik qopigacha bo'lgan nay 4 mm, bu yoq 6 mm bo'ladigan bo'lsa, misol uchun toshingiz 6 mm bo'lsa, u orada demak nayda tiqilish hosil qiladi va har tiqilganida juda kuchli og'riqli holatlarni yuzaga keltiradi. Xo'p, buni qanaqa qilib xalos bo'lishimiz mumkin bundan? Nima deb o'ylaysiz? Kuniga o'rtacha 2-2,5 litr, даже 3,5 litrgacha bo'lgan suv iste'mol qilish va suv tarkibida asosan limon sharbatini, ya'ni limon suvini qisib ichadigan bo'lsa, juda katta foyda beradi. Limon kislota buyrakdagi toshlarni parchalab berish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Iloji bo'lsa, o'sha 2,5-3 litr suv bu bittada ichishga juda qiyin. Kuniga masalan 10 ga bo'lib, har ichganingizda 200-250 ml, ya'ni 1 stakan suvga deylik yarimta limonning suvini siqib, ustidan yana 1 choy qoshiq olma sirkasidan qo'shsangiz, demak juda ham foydali bo'ladi. Agar mazasini ordonli qilsa, demak qo'shishimiz mumkin. Steviyani suyuqligidan, ya'ni suyuq holat formasidan sotib olib, 1-2 tomchi steviya ham tomizsak bo'ladi ustiga. Xo'p, buni doimiy ichib yurish kerak. Demak, kuniga 10 mahal 2,5 litr suv ichishimiz kerak, 250 ml dan. Bu juda ham foydali bo'ladi. Bundan tashqari bizda giyohlar ro'yxati bor. Ularni pasta silkada demak qoldiramiz va buni bittada ishlab chiqarilgan varianti bor. Hozirgi kunda bitta qilib sotyapmiz. Kimga agar kerak bo'lsa, pasta o'sha rasmlari, u haqida ma'lumotlarni ham qoldiramiz. Bemalol buyurtma qilib iste'mol qilishingiz mumkin. Uylargacha yetkazib berishadi. Bu reklama deb hisoblasangiz ham bo'ladi. Reklama ham emas, lekin haqiqatda natija beradi. Insonga juda ham foydali bo'lgan mahsulotlar. Aynan o'sha buyrak yo'lidagi barcha shamollashlar, infeksiyalar bo'lsa yoki tosh, qum holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, umuman o'sha yo'nalishdagi barchasiga demak yordam beradi. Xo'p, nima yana tavsiyalarimiz bor hozir? Meni tavsiyam shuki, o't qopida tosh paydo bo'lganlar sразу buyrakni tekshirtirishga o'tinglar. Chunki o't qopida tosh paydo bo'lgandan keyin buyrakda tosh paydo bo'lish ehtimoliyati juda ham ortib ketadi. Buyragida o't qaltida tosh bo'lganlar sразу tekshirtirish kerak. Birinchi o'rinda buyrakni. Va yana men aytgan bo'lardim, organizmda insulin gormoni ortadigan bo'lsa, ya'ni sahrli diabetiklar uchun bu holat juda ham ular juda ham ehtiyot bo'lish kerak, chunki insulin oshganda tosh ko'payish ehtimoli yana ham ortadi. Demak, insulinlarning 80% da, insulin kasalligi bilan chalinganlar 80% buyragida va o't qopida tosh bo'lish ehtimoli bor. Xo'p, yana sizlarga tavsiyalarimizning oxirgi qismi shuki, demak, uglevodniy dieta qilish kerak. Uglevodniy dietani agar imkon topsa pastda qoldiramiz yoki internetdan qarasanglar bo'ladi qanaqa qilinishini. Va massaj qilish juda ham muhim hisoblanadi. Masalan, mana ikkita qovurg'ani pastki qismiga qo'limizni tiqamiz. Mana shunaqa qilganimizda har tosh tiqilganida demak yoki og'riqlar paydo bo'lganida mana shunaqa qilib qo'limizni tiqsa yoki buni maxsus tiqadigan demak uskunasi bor, sotadi medtexnikalar, o'shalar bilan mana qilib massaj qilinsa, demak toshni chiqib ketishi tezlashadi organizmdan. Bunda naychalar ozgina kengayish holati yuzaga keladi. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi mavzuyimiz qisqa va lo'nda bo'ldi. Kimlar uchun tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, videoni yana qayta ko'ringlar va qo'shimcha ma'lumotlarni internetdan yoki kitoblardan olsanglar bo'ladi.